Baxt Tashkenskiy deb tanilgan Qudratulla Baxtiyor Zafarovich o'g'illari bo'laman. Baxtiy Tashkenskiy. Jinoyat olamida Baxtiy Tashkenskiy laqabi bilan tanilgan. Sud hukm qiladi. Qudratullayev Baxtiyor Zafarovich 20 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Yoshlikda mana shu otamni yo'nalishlarini ushlayman. Otamni shu anaqalarni egallayman degan xayollarda yurgan edim. Endi qamalmashimdan oldin. Endi hamma narsa o'ylaganlarimni hammasi katta xato ekan. Kanalning kelganimga 1 yil bo'ldi. Xo'jalik ishlariga, qurilishlarga qarashib turaman. Qolgan payt shu ishlab chiqarish korxonasida mexsexga ishga chiqaman. Bu yerda payvandchilik, temir tersiya bilan ish qilamiz. Bir yil oldingi hayotim bilan hozirgi hayotim ancha farqli. O'tda Bekzodmisan, Bekmisan, kim bo'lsang ham hamma uchun qonun bir. Shularga jinoyat olamini taniqli shaxslariga, jinoyat olamiga o'zi hech kim qanot bo'lib ergashishga, intilmasa, bu narsadan hech qanaqa foyda yo'q. El-yurtda ota-onani xizmatida bo'lsa, mahallaga, hamma shu jamiyatga foydasi tegadigan inson bo'lsa, shu narsani tushunib Oila va farzand sog'inchi 4 devor orasida ko'proq seziladi. Aslida esa huquqlari poymol bo'lgan, tazyiq va zug'um o'tkazilgan odamlarning ham oilasi va bola chaqasi bor edi. Qamalib odam boshiga tushib chunar ekan. Nimalar yo'qotgan. Farzandlarim ikkita dona, keyingi maktabga chiqadi katta o'g'lim. Hadi tezroq keling, sizni sog'indim dedi. Shu gaplar hali hamon hayolimdan ketmaydi. Tunlari ko'zlarimni yotganimda bolalarim tushimga kirib chiqadi, oilam. Endi pushaymonligimni yana bir anaqasi qattiqligi nimadanki, o'zimni shu maktabga chiqayotgan paytlarimni eslab, hozirgi kunda shu o'g'limni 1-sinfga 1-qo'ng'iroq olib chiqolmayotganligim, shu ota-onalar majlisi bo'ladi, ota-onalar majlisida ishtirok eta olmayotganim, unga shu dars ta'limlarida qarashmayotganim, shu hayotda endi qadam bosyapti-da ular. Shularga bir yaxshi o'rnak bo'lib, oldida suyanadigan tog' bo'lib bo'lmayotganlarim alam qiladi odamga. Shu narsalardan afsusdaman. Qizimni mana tili chiqib, har xil anaqalar paydo bo'layotgan payt shu narsani ko'ra olmayapman. Shu narsani o'tkazib olmayman. Oila bu muqaddas. Oilada bunaqa ajralish, bunaqa bo'lish hamma narsa odam o'zi sababchi bo'lar ekan, o'zi aybdor bo'lar ekan. Hozir kimnidir ayblab, kimnidir anaqa qilishim xato, o'zimda ayb. Noto'g'ri ishlar qilgan ekanman. Bitta kasb, bitta yaxshi hunar o'rganib, el-yurtga foydam keladigan ish qilish kerak. Oilamni bag'rida bo'lganimda himmat afzalroq edi, foydam tegib, hozir shuncha yo'l bosib meni ko'rgani kelyaptilar, o'zi yedirmichini katta qilganlarni o'zlari meni umidlarda katta qiladilar, nima natijalar bo'lganiga men pushaymonman. Qani shu vaqtda orqaga qaytarish iloji bo'lganda halol bo'lib, halol mehnat qilib, oila bag'rida bo'lishni juda istardim. Chuchvadan ham sanagan ekanman. Hamma narsaga jazo muqarrar ekan. Qonunni bilib, o'shanga amal qilib yashash kerak ekan har bir O'zbekiston Respublikasi fuqarolari. Zafarov Bekzod Baxtiyorovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi V bandi va Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandidan Zafarov Bekzod Baxtiyorovich uyushgan jinoiy guruh tarkibidagi noqonuniy qilmishlar uchun Jinoyat kodeksining
165-moddasi 3-qismi V bandi hamda 168-moddasi 4-qismi V bandi bilan aybli deb topilib, 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Mahmud Zafarov, sayr vaqti bo'ldi, tayyorgarlik ko'ramiz. Hozirgi kunda shu narsalar hammasi oilani, ozodlikni, halol mehnat qilib, tinchlik omonlikda oila davrida o'tirishga 1% ham yaqin kelmas ekan. Hibsxonada mana уже 2 yildan oshiq o'tiribman. Shuni tushunib yetdimki, hibsxonada osh yeb, qanaqa ish-tovoqlar tilladan bo'lgandan ko'ra, ko'chada oila davrida bir-biridan non yeb yurganingiz 1000 marta afzalroq ekan. U ko'chadan tashqaridan bu narsa chiroyli ko'rinadi, lekin ichki narsa ichiga kirganingizdan keyin ming afsus, уже kech bo'lar ekan. Shuning uchun men pushaymonman. Avvalambor ota-onamdan, qo'ni qarindoshlarimdan, mahallamdan, oilamdan, muhtaram prezidentimizdan, rahbariyatdan, hammadan uzr so'rayman. Qilgan ishimdan chin ko'ngildan pushaymonman. Shu yoshligi hozirgi kunda beradigan maslahatim kelayotgan kelajakdagi ular kelajakda shu yoshlar bizning kelajagimizda, kelajakda ular to'g'ri yursa foyda bor bizga. Ularga maslahatim iloji boricha ota-onaning duosini olib, el yurtda mahalla ko'yi xizmatida bo'lib, yaxshi kasb-hunarlarning egasi bo'lib, tilni o'rganib, har xil davlatlar bilan, tashkilotlar bilan hamrohlikda birga ishlab, O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib, hammaga tanitib, yaxshi taraf bilan sport bilan shug'ullansin, xom xayolli qilmasdan, hamma narsani qadrlasin.